Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündüzlük Haberler programımızı görüşünlerini kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en mühim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamızda diqqatinglar ekranımızda olsun. Muhaciratdagi Uyg'urlarning virus krizisi yordam markazi qurildi. 31 Mart Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi, shundaqla Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati tashkilotlar birligi va xalqarodagi boshqa Uyg'ur tashkilotlari hamkorlashib qurib chiqqan virus krizisi yordam markazini e'lon qilish bilan birga barliq Sharq Turkiston xalqini bu markazni qo'llashga chaqirdi. Bu markaz Türkiye, Avustraliya, Amerika, Kanada, Yaponiya, Angliya, Avstriya, Finlandiya, Fransiya, Shvetsiya, Gollandiya, Belgiya, Shveysariya, Germaniya, Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq davlatlarda vakil tayinlagan bo'lib, Xitoy virusi mezgilda qiyinchilikda qolgan muhojiratdagi Uyg'urlarga yordam qiladi ekan. Virus krizisi yordam markazi hozirlagan murojaatnomada mundaq fikrlarga o'rin berildi. Xitoy virusi butun dunyoga tarqalib, insoniyat dunyosida qattiq vahima paydo qildi. Dünya davlatlari o'z xalqini virusdan qo'g'dash va ziyonga uchrag'uvchilarga yordam qilish uchun alohida mablag' ajratib, xalqining dardiga darmon bo'lmoqda. Bu virus vatanimiz Sharq Turkistonda jumladan jazo lagerlarida azob chekayotgan qarindoshlarimiz uchun hayotiy tahdid shakllantirib qolmasdan, chet ellarda yashayotgan butkul Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizga mo jiddiy tahdid shakllantirmoqda. Bulupmu G'arbiy Turkistondan qolsala Uyg'urlar eng ko'p yashayotgan Turkiyada qarindoshlarimizning vaziyati hammamizni kuchli qayg'uga solmoqda. Chunki qo'lida pasporti yo'q, o'ltirish ruxsati yo'q, uy kirasini, tok va suv pulini to'lay olmagan, davolanish imkoniyati bo'lmagan, normal turmushini qamdashdan mahrum qilib, uylariga qapsilib qolgan ko'plagan qarindoshlarimiz chorisizlik ichida tengirqamoqda va turmush saviyasi bir qadar yaxshi bo'lgan ellarda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlaridan yordam kutmoqda. Gerçi bizning davlatimiz Xitoy ishg'oliyatida bo'lg'achqa alohida mablag' ajratib, xalqimizga yordam qiladigan hukumatimiz bo'lmasa-mu, dunyoning har qaysi joylarida faoliyat olib berayotgan tashkilotlarimiz, jamiyatlar, vaqflarimiz bor. Bu nuqtani ko'zda tutgan holda 30 dan ortiq tashkilotning ishtirok qilishi bilan jiddiy telefon yig'ini chaqirilib, Xitoy virus sababidan qiyin ahvolda qolgan Turkiya, Pokiston, Afg'oniston qatorliq davlatlardagi qarindoshlarimizga jiddiy yordam berish haqida umumiy safarbarlik qo'zg'ash va bu safarbarlik harakatini ijro qilish uchun virus krizisi yordam markazi qurilishini qaror qilganligini bildirdi. Hidoyatullo O'g'izxon apandi chaqiriqida yana bu tashkilotni xalqarodagi barliq Uyg'ur tashkilotlari qo'llayotdi. Turkiyadagi hamda xalqarodagi barliq Uyg'urlarni markazni qo'llashga, islom dunyosidagi do'stlari va tanishlarga yetkazishga chaqiriq qilamiz. Shundaqla har qaysi davlatlardagi xalqimizni o'zlari yashayotgan davlatlarning chiqargan qarorlariga amal qilishga, qiyinchilik mezgilda orig'i fitna fasod urug'ini chachadigan kishilarga fursat bermay, umidvor bo'lib, yaxshi tadbir qo'llanish bilan birga Allohga yaqinlashishga chaqiriq qilaman deganlarni bildirdi. Dunyoning har qaysi joylaridagi tashkilotlarimizning o'rtaq irodasi bilan qurib chiqilgan virus krizisi yordam markazi Istanbulda markaz qilgan holda iqtisodiy yordamni adil yo'sinda haqiqiy ehtiyojli bo'lganlarga vaqtida bir tutash yetkazishga tirishadiganligini bildirdi. Virus krizisi yordam markazining bayonotida yana xalqimizga shunday va'da qilamizki, toplangan bu yordamlarni hech qanday yurt, rayon, kasb, jins, fikr, tushuncha, do'st, urug' tuqqan degandek orqa ko'rinishlarga qaramasdan faqat Sharq Turkistonlik bo'lishdan iborat o'rtaq kimlikni asos qilib, haqiqiy muhtoj qarindoshlarimizga yetkazamiz deganlar bildirildi. Navbatda jami 17 davlatda maxsus vakolatchi belgilangan bo'lib, ularning aloqalashish nomerlarini Istiqlol xabarlari to'rimizdan tafsili ko'rib olasizlar. Amerika va Turkiya yuqum mezgilda urush to'xtatish kerakligini ta'kidladi. Al Jazeera to'rining xabarida bildirilishicha, Amerika prezidenti Trump va Turkiya prezidenti Erdo'g'an 31 mart telefon suhbati o'tkazib, xalqaroda virus tarqalayotgan bu mezgilda Suriya va Liviyadagi urushni to'xtatishning zarurligini ta'kidlagan. Aqsaroyning bu vaqtdagi bayonotida ko'rsatilishicha, ikki davlat rahbari birlikka kelib, to'qinish yuz berayotgan davlatlarda bo'libmi Suriya va Liviyada urush to'xtatishning burunqi har qanday vaqtdagidan zarur ekanligini, bu vaqtdagi hal qilish choralarini tepish kerakligi, virusni yo'qotish va dunyo iqtisodini asliga keltirishga kuchash lozimligini ta'kidlashgan. Bultur 12-oydan boshlab Suriyaning Idlib rayonida davomlashayotgan harbiy hujumlarda milliondan ortiq xalq uy makonlarini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Gerçi Suriya hukumati navbatda bir necha yuqumlanuvchining bayqalganligini bildirgan bo'lsa-mu,
Ammo mutaxassislar urush bo'layotgan davlatlarda virusning intayin tez sur'atda tarqaldiganligini bildirib, bu haqda ogohlantirish bergan. Rossiyada boshqalarga virus yuqtirganlarga 7 yillik qamoq jazosi berildi. Qrim xabar agentligining 31 martdagi xabarida bildirilishicha, Rossiya Federatsiya parlamenti ayirib tekshirish nizomiga amal qilmaganlarni jazolash haqida qonun ma'qulladi. Mazkur qonun davlat yo'lga qo'ygan Xitoy virusi bilan yuqumlanganlarni ayirib tekshirish, tozalik va tarqalishchan kasallik nizomlariga xiloflik qilganlarni jazolashni o'z ichiga oldi ekan. Qonun loyihasida ayirib tekshirish nizomiga xiloflik qilib, boshqalarga Xitoy virusini yuqtirgan yoki kasalni tarqitib kishilarning o'lishini keltirib chiqarganlarga 7 yillik qamoq jazosi berildi ekan. Buningdan boshqa bu qonunda ayirib tekshirish nizomiga bo'ysunmaganlarga 1 milliondan 2 million rublgacha jarimani qo'yishga ruxsat qilingan. Paris soqchilari Xitoydan avatilgan maskalarni musodara qildi. Fransiya Xalqaro radiosi to'rining xabarida bildirilishicha, Paris soqchilari bu dushanba Parijga yaqin Saint-Denis shahridagi bir iskilotdan 32 ming maskani musodara qilgan. Pochta yo'llanmasi markazidagi bir mas'ul xodim soqchilarni mazkur yip uchi bilan ta'minlagan bo'lib, bildirilishicha, bu maskalarning hammasi Xitoydan keltirilgan ekan. Navbatda Fransiya hukumatı maskalarni qo'ldan qo'lga o'tkazib setishni butunlay cheklagan bo'lib, nurg'unlagan maskalar musodara qilingan. Bir hafta ilgari Paris soqchilari bir Xitoyning do'konidan 30 mingga yaqin operatsiya maskasi bayqagan va ularni musodara qilgan edi. Xitoy virusi tarqalgandan keyin Fransiya Xitoydan 1 milliard maska zakaz qilgan bo'lib, Fransiya prezidenti Macron bu haqda yo'l yo'riq tushirib, Fransiyaning yil oxirigacha maska ishlab chiqarishda butunlay o'ziga tayinishni ishga oshirish lozimligini bildirgan edi. Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning soni ko'paymoqda. 31 mart kech soat 7 da Turkiya Cumhuriyeti Səhiyyə ministri Fahrettin Koca o'zining ijtimoiy uchur sahifasida Xitoy virusi bilan yuqumlanish va qazo qilish ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlangan deb gumon qilingan 15422 kishini tekshirish orqali bir kun ichida 2704 kishining virus bilan yuqumlanganligining aniqlanganligini. Bunun bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 13531 ga yetganligini, bir kun ichida yana 46 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 243 ga yetganligini e'lon qildi. Səhiyyə Ministerligi bergan ma'lumotda yana davolanayotgan bemorlar ichida 243 nafarining salomatligi asliga kelganligini, barliq Turkiya xalqini Turkiya hukumatining Xitoy virusiga qarshi yo'l qo'ygan tadbirlarini qo'llab, talog'i chiqmaslikka kafolatlik qilishga chaqirdi. Turkiyadagi Uyg'ur tabiblar yuqumga qarshi xizmatga tayyor ekanligini bildirdi. Qibris xabar agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Xalqaro Uyg'ur tibobati va dorigarligi ilmiy jamiyati va Uyg'ur tibobatchilik dorigarlik tadqiqot vaqfiga a'zo 20 dan ortiq Uyg'ur tabib yuqum ig'irlashayotgan bu mezgilda Turkiya xalqi uchun xizmatga tayyor ekanligini bildirgan. Mazkur jamiyat va vaqfning raisi professor Mutallib Ali Hajim bu haqda to'xtalib, Wuhandan tarqalgan Xitoy virusining butun dunyoga, jumladan Turkiyaga tahdid elib kelganligini, bu ig'ir mezgilda Uyg'ur tabiblarning Turkiyaga xizmat qilishga tayyor ekanligini, 2500 yildan ortiq tarixga ega Uyg'ur tibobatining hozirmi davrining ehtiyojidan chiqa oladiganligini bildirdi. U so'zda yana ayni vaqtda SARS tarqalgan mezgilda Uyg'ur tibobati dorilarning kasalga qarshi unumli rol o'ynaganligini, Xitoy doirlarining kuniga necha 10 ming qop dorini Xitoy o'lkalariga yo'tkaganligini, bu sababli Uyg'ur tibobati dorilari zavodini kengaytirishga majbur bo'lganligini bildirdi. Professor Mutallib Ali Hajim Turkiyadagi Uyg'ur tabiblarning Xitoy virusiga qarshi dorilarni yasash va kasallarni davolash imkoniyatiga ega ekanligini, Uyg'urlarning ikkinchi vatani bo'lgan Turkiyaga xizmat qilishga tayyor ekanligini va buni talab qilganligini bildirdi. Xitoydagi alomatsiz bemorlarning yangi yuqum manbasi bo'lishi olg'a surilmoqda. Xitoy virusi dunyoviy vaboga aylanib shiddat bilan yamrayotganda, virus boshlangan Xitoyning tadrijiy holda virusdan bo'lgan o'lim yetim va yuqum ahvolida yaxshilanishga yuzlanishi nurg'unlagan gumonlarni qo'zg'amoqda. Ammo hozir hammadan bakrak kishilarning diqqatini qo'zg'ayotgani Xitoyning Wuhan virusini kontrol qilganligining rost yolg'onligi emas, balki Xitoy virusining dastlabki alomatlari bo'lmagan Xitoydagi sobiq bemorlar bo'lmoqda. Reuters agentligining 30 martdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy rejimi navbatda sobiq Wuhan virusi bemorlariga uqtirish qilib,
ularda gerçi hech qanday dastlabki alomat ko'rilmagan bo'lsa-mu, ularning 14 kun karantin qilishi lozimligini aytgan. Shu joydagi sahiya ishlariga mas'ul bir amaldor bo'lsa, cho'ng quruqlikda oldimizdagi 5 kun ichida yuqumning bir yangi pallasi ko'rilish oldida turmoqda degan. Xitoy o'zining Wuhan virusini to'liq kontrol qilganligini jakarlagan bo'lsa-mu, ammo kuzatuvchilar Xitoy rejimining dastlabki mezgillardagi virus ahvolini dunyodan yoshirish va keyingi vaqtlardagi o'lim yetim voqealari haqida so'z qilganlarning ovozini o'chirish qilmishlarini nazarga olgan holda Xitoyning texi dunyoda hech kim kontrol qilolmayotgan virusni yenganligiga gumon bilan qaramoqda. Xitoy rejimining Wuhan virusi yo'qoldi degandek tashviqotlarga ishongan zo'r bir turkumdagi Xitoy muhojirlari Xitoyga qaytib kelgandan keyin ularning ichida zo'r sondagi virus yuqumdorlarining borligi ma'lum bo'lgan edi. Amlikda bo'lsa, Xitoy doiralari bu virusning yaqin kelgusida ko'rilish ehtimoli bo'lgan ikkinchi qitimliq to'lqinidan ansirashga boshlamoqda. Xabarda aytilishicha, Xitoy bu virusning ikkinchi qitimliq to'lqiniga taqobil turish uchun yilda bir qitim e'linadigan oliy maktabga kirish imtihonini iyul oyiga kechiktirgan. Dunyo sog'liqni tashkilotining xodimi Tarik Yasarevich Xitoy rejimining shaharlardagi qamal va cheklama tadbirlarini bakli baldur bekor qilib etish hodisasini tanqidlab, Xitoy uchun amdi yangidan o'tirg'i chiqadigan bu bemorlarni qandoq bir yoqliq qilish cho'ng bir masala bo'lib qoladi degan. Yaponiyaga kirish cheklamasi qo'yilgan davlatlarning tizimligi kengaytirildi. Yaponiyada Xitoy virusiga qarshi tadbirlar doirasida Amerika, Xitoy, Koreya va Yevropadagi ko'p qism davlatlarning chegaradan kirishi cheklanganligini e'lon qildi. Yaponiya davlat taratqullarining xabarlariga asoslanganda tashqi ishlar ministri Motegi Toshimitsu axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, Yaponiyaga kirish cheklamasi qo'yilgan davlatlar tizimligining kengaytirilganligini jakarladi. Ministr Motegi Amerika, Xitoy, Koreya va Yevropadagi barliq davlatlarda o'tgan 14 kun ichida sayohatda bo'lgan butun yo'lovchilarning Yaponiyaga kirishining cheklanganligini e'lon qildi. Bu doirada Amerika, Kanada, Yevropa, Angliya, Gretsiya va Tinch okeandan Koreya va Xitoyni o'z ichiga olgan tizimlik jami 73 davlatga kengaytirildi. Yana bir tarafdan tadbir doirasida sayohat qilmaslik chaqiriqi e'lon qilingan davlatlar tizimligining kengaytirilganligi bildirildi. Buningga asosan Yaponiya fuqarolarining Amerika, Xitoy va Koreya qatorliq 50 ga yaqin davlatga sayohatga bormasligi lozimligi haqida ogohlantirish e'lon qilindi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.